Assalomu alaykum. Bugun siz bilan juda ham qiziq bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, sizga butun boshli samolyotni hisobga olish topshirildi. Nima qilardingiz? Uni shunchaki bitta katta aktiv deb yozib qo'yasizmi? Yo'q, unday emas. Aynan mana shu kabi murakkab aktivlarni xalqaro standartlar bo'yicha qanday hisobga olish kerakligini bugun birgalikda o'rganamiz. Keling, o'zimizni bir aviakompaniya moliyachisi deb tasavvur qilaylik. Mana, oldimizda yaltirab yangi samolyot turibdi. Xo'sh, hisob-kitobda bu nima o'zi? Bitta butun aktivmi? Yoki balki bir-biriga umuman o'xshamaydigan bir nechta aktivning yig'indisidir? Bu savolga bergan javobingiz ishoning butun moliyaviy hisobotingizning taqdirini hal qilishi mumkin. Demak, bugungi rejada nimalar bor? Birinchi, aktivlarni nega qismlarga bo'lish kerakligini tushunib olamiz. Keyin samolyot misolida hisob-kitob qilib ko'ramiz. Undan so'ng ta'mirlash va tekshiruv xarajatlarini nima qilishni o'rganamiz. Va oxirida bularning hammasi nima uchun bunchalik muhim ekanini xulosa qilamiz. Xo'sh, boshladik. Birinchi bo'lim. Aktiv bu bir butun narsami yoki shunchaki qismlar yig'indisimi? Nega bu savol bunchalik muhim? Chunki xalqaro standartlar bunga juda aniq javob beradi va bu javob ishoning ko'p narsani o'zgartiradi. Mana shu yerda komponentlarga ajratish degan tushuncha kirib keladi. Buni nima degani? Bu juda oddiy. Agar biror aktivning, aytaylik, o'sha samolyotning har xil qismlari har xil vaqtda eskirsa, ularni alohida hisobga olishingiz kerak. Masalan, dvigatel boshqa muddatda, g'ildiraklar boshqa muddatda. Tushunyapsizmi? Bu tanlov emas, bu qoida. Lekin nega? Nega bu bilan bosh ko'tarish kerak? Keling bir tasavvur qilaylik. Biz butun samolyotni bitta qilib 20 yilga amortizatsiya qildik. Bu degani biz katta xatoga yo'l qo'ydik. Sababi samolyotning dvigateli aytaylik 5-6 yilda almashishi mumkin, lekin uning tanasi bemalol 20 yil xizmat qiladi. Hammasini bitta qozonga solib yuborsak, bizning moliyaviy hisobotimiz haqiqatdan yiroq, noto'g'ri bo'lib chiqadi. Okey, nazariyoniy gaplashdik. Endi esa eng qiziq joyiga keldik. Amaliyot. Keling bir samolyotning birinchi yildagi hayotini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bizning samolyot. Biz uni 3 ta asosiy qismga ajratdik. Birinchisi fyuzelyaj, ya'ni tanasi. Uning narxi 20 million va xizmat muddati 20 yil. Aniq. Ikkinchisi shassi. Narxi 5 million, lekin muddati yillar bilan emas, balki qo'nishlar soni bilan o'lchanadi. Ya'ni 500 marta qo'nish. Va uchinchisi dvigatellar. Narxi 8 million, xizmat muddati esa parvoz soatlarida o'lchanadi. Ya'ni 1600 soat. Ko'ryapsizmi? 3 ta qism, 3 xil o'lchov birligi. Bu juda muhim. Xo'sh, birinchi yil o'tdi. Bizning samolyot nima qildi? U 150 marta qo'nishni amalga oshirdi va jami 400 soat havoda uchdi. Endi esa kalkulyatorlarni tayyorlay, amortizatsiyani hisoblashni boshlaymiz. Birinchi komponent fyuzelyaj. Bu eng osoni. Tannarxi 20 million, muddati 20 yil. Shunchaki 20 millionni 20 ga bo'lamiz va bo'ldi. Birinchi yil uchun amortizatsiya roppa-rosta 1 million dollar. Juda oson, to'g'rimi? Endi shassiga o'tamiz. Bu yerda sal boshqacharoq. Uning umumiy joni 500 ta qo'nish. Biz esa birinchi yilda 150 tasini ishlatdik. Bu degani resursning 30%, ya'ni 150 bo'lingan 500 tugadi. Demak, uning 5 millionlik narxining ham aynan 30%ni hisobdan chiqaramiz. Bu 1,5 million dollar degani. Va nihoyat, dvigatellar. Ularning resursi 1600 parvoz soati edi. Biz esa 400 soatini ishlatdik. 400 bu 1600 ning 4 dan biri, ya'ni 25%. Demak, dvigatellarning 8 millionlik narxining ham 4 dan birini amortizatsiya qilamiz. Bu ham bo'ladi 2 million dollar. Endi barcha qismlarni birga qo'shamiz. Fyuzelyaj uchun 1 million, shassi uchun 1,5 million va dvigatellar uchun 2 million. Jami bo'lib 4,5 million dollar. Mana bu samolyotimizning birinchi yil uchun to'g'ri, aniq amortizatsiya xarajati. Bir o'ylab ko'ring-a, agar biz komponentlarga ajratmasdan shunchaki 20 yilga bo'lib qo'yganimizda, bu raqam qanchalik xato bo'lardi? Okey, sotib oldik, amortizatsiyani hisobladik, lekin ish shu bilan tugamaydi. Aktivni ishlatganingizdan keyin ham har xil xarajatlar chiqib turadi. Ta'mirlash, texnik xizmat. Xo'sh, ularni nima qilamiz? Xarajatga olamizmi yoki aktiv narxiga qo'shamizmi? Bunda ikkita yo'l bor. Agar bu shunchaki kundalik kichik ta'mirlash bo'lsa, uni o'sha davrining xarajati deb yozib yuborasiz. Bo'ldi.
Lekin agar siz aktivning muhim bir qismini almashtirsangiz yoki uni kuchaytirsangiz, bu xarajatni kapitallashtirasiz. Ya'ni uni aktivning tannarxiga qo'shasiz. Masalan, samolyotdagi barcha o'rindiqlarni yangiladingiz deylik. Bu yerda qoida ikkita. Birinchidan, yangi o'rindiqlarning narxini aktivga qo'shasiz. Ikkinchidan, va bu juda muhim, eski o'rindiqlarning kitobdagi qoldiq qiymatini hisobdan chiqarib tashlashingiz kerak. Keyingi mavzu ham juda muhim. Bu katta tekshiruvlar. Bilasiz, samolyotlar va boshqa murakkab uskunalar xavfsizlik uchun vaqti bilan kapital ta'mirdan o'tkazilishi kerak. Bu xarajatlar nima bo'ladi? Xalqaro standartlar aytadiki, bunday katta tekshiruv xarajatlari ham o'ziga xos bir aktiv, ya'ni alohida komponent hisoblanadi. Siz bu xarajatni kapitallashtirasiz va keyingi tekshiruvgacha bo'lgan davr, masalan, 3 yoki 5 yil davomida amortizatsiya qilib borasiz. Chikling. Misol ko'ramiz. Bizning samolyot har 3 yilda katta tekshiruvdan o'tishi shart. Va bu tekshiruv bizga 1 million 200 ming dollarga tushadi. Xo'sh, nima qilamiz? Shu 1-2 million dollarni yangi komponent sifatida hisobga olamiz va uni 3 yilga bo'lamiz. Demak, har yili 400 ming dollardan amortizatsiya xarajati paydo bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Oddiy tekshiruv ham o'z-o'zidan bitta kichkina aktivga aylanib qoldi. Xo'sh, shuncha gaplashdik, hisob-kitob qildik, endi savol tug'iladi. Bu mayda-chuyda qoidalarning hammasi nima uchun kerak? Nega bular muhim? Keling hammasini bir sarhisob qilaylik. Nimalarni eslab qolishimiz kerak? Birinchidan, murakkab aktiv bu shunchaki bitta narsa emas, bu komponentlar yig'indisi. Ikkinchidan, har bir komponentni o'zining umriga qarab alohida amortizatsiya qilish kerak. Uchinchidan, bu usul hisobotlaringizni ancha aniq va haqqoniy qiladi. Va to'rtinchidan, yirik ta'mirlash va tekshiruvlarni ham alohida komponent deb o'ylang. Eng asosiysi shundanki, bu qoidalarga amal qilish shunchaki bir qog'ozbozlik emas, yo'q. Bu aniqlik sizning raqamlaringizga, sizning hisobotlaringizga ishonch uyg'otadi. Investorlar, banklar, hamkorlar hamma sizning aktivlaringiz qanday holatda ekanini va ularning haqiqiy qiymati qanaqa ekanini aniq ko'rib turadi. Va yakunida sizga o'ylab ko'rish uchun bir savol. Samolyot bu bitta misol xolos. Sizning biznesingizda yoki siz bilgan sohalarda yana qanday aktivlarni xuddi shunday qismlarga ajratish mumkin? Balki bu katta bir ishlab chiqarish liniyasi yoki kema yoki hatto murakkab bir dasturiy ta'minotdir. Shu haqida bir o'ylab ko'ring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.